Assalomu alaykum hammaga to'la sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Bugungi videoda qaysi eventdan ko'p foyda qilganimizni ko'rib chiqamiz. Festival, Kulrang import va Sumner eventi. Xo'p, festival eventi atigi 4 kunga keldi. Xo'p, birinchisi lotereya menga yoqmadi. 3 ta bir xil topish kerak ekan. 1500 tangaga takkasiga, ikkinchisi sandiq ham topmadim. Yoqmadi, tez aralashtirar ekan. Topish qiyin. Va oxirgisi konteyneri zo'r ekan. Tak 500 gasiga bitta ochib, bot akkauntdan mana bu missiyani tushirib oldim. Ya'ni 3750 pul bo'ldi. Bitta bot akkaunt o'zida. Xo'p, Kulrang importga keladigan bo'lsak, bu yerdan bitta qanot bilan bitta Mustang tushirib oldim. Bu degani bu ham slit narxda 3750 pul degani. Chunki hozir hammada borligi uchun asl narxiga balandroq sotib bo'lmaydi. Hop, bunisiga keladigan bo'lsak, pulizdan oddiy achga tushdi. Hop, ikkinchi bot akkauntimizdan kirdik. Bu yerda ham konteynerdan bitta BMW M5 V80 tushirib oldik. Buni ham go's narxi 5 million so'm. 3750 ga tushirib oldik. Bu M3 ekan, M5 emas zarur. Bu ham 5 million so'mlik mashinamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham hammasi 3750 turibdi. Bu degani hammada bor, ko'payib ketdi. O'shaning uchun 3750 hisoblayveramiz slit narxda buni ham. Keyin bu yerda bati ham tushirib olganmiz. Buni Kulrang importdan tushirib oldik. Kulrang importdan. Xo'p, bu yerga kirsak, mana bitta chiptalisiga Mazda tushirib olganmiz. Bu degani 1.750 so'm degani. Xo'p, bu yerda bati bu 2.250 so'm degani. Bu akkauntdan ham normalniy ozgina bo'lsa ham foydali kirdik. Endi glavniy akkauntdan ko'rib chiqamiz. Bu glavniy akkauntda Sumner eventida tayinli qilganim chunki yoqmayapti. Mototsikllarda metkalarga borish 40 ta 30 talab metka berib tashlaydi ekan. Ovozi yoqmayapti. Hop, kreslga kiradigan so'zlarni bajaribdi. Hop, mukofotlarda bitta 10 millionlik mototsikl bor ekan. 7500 hisoblaymiz. Uni yo'qotadi. Bu yerda 15 million mashinalar ham bor, lekin ancha o'ynash kerak. Sumnerdan shu 7.500 foyda ko'rdim. Hop, festivalda bunda konteynerdan ko'ryapsizlar, Porsche Boxster 10 millionlik 7.500 hisoblaymiz. Bitta aksessuarlar BMW 2 million so'm 500 hisoblaymiz. Va bu yerda Nissan yana men 3750 hisoblasak bo'ladi. Bu yerda 3 ta mashina tushirib oldim festivalda asosiy akkauntdan. Hop. Endi bunda Kulrang importga keladigan bo'lsak, Kulrang importdan qancha tushirib oldim? Hisoblaymiz. Hop. Royal Triviga kiramiz. 200 gasilik. Hop, bu yerdan bizga nima tushdi? Oddiy bir aksessuar tushdi. 100 gasiga bitta ochuvdik. VVHS desa, VVHS konteynerida. Porsche tushdi. 8 million 6 million narxda hisoblaymiz. Hop, bu esa Challenger Revart desa, bizga motor va Mazda tushdi 5 millionlik. Maska, itak, qolgan skinlar, aksessuarlar. Mazda 3750 hisoblaymiz. Go's narxi 5 million so'm Mazda'niki ham. Hop, endi esa chiptalisiga keladigan bo'lsak, hop, bu yerda Mazda 1.750, Mustang 3.750, Moto 3.750, Porsche Turbo 6 million so'm slit narxi, Porsche Boxster esa 7.500. Hop, bu yerda gelik bilan missiyani ham olishimiz mumkin. Qaranglar, oxirgi zadaniyaga kelganman. Qilganimdan keyin 500
300 bor, ertaga yana 290 500 bo'ladi. Va zadaniyani restart qilib, yana 4 ta chipta sotib olib, shuni ochib yuboraman. Va bu yerda gelikimiz olamiz. Bu narxi 15 million so'm, dromda 25 million turibdi. Где-то 20 millionga ketsa ham foyda bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa Nissanimiz, bu narxi 15 million so'm. Xo'p, kamdan kam odam 3 marta zadaniyalarni restart qilsa, u Nissanni ham bemalol 15 million o'zini narxiga sotsa bo'ladi. Shunday qilib, shunaqa festivallarning 20 million 250, kulrang import 75 million so'm, summadan 7 million 500, umumiy miqdorda esa 102 million 750 ming so'm bo'ldi.